Assalomu alaykum futbol muxlislari. Robbiya Cannavaro boshchiligidagi terma jamoamiz bugundan o'quv mashg'ulot yig'inlariga kirishdi. Bu mashg'ulot yig'in 6-dan 26-gacha bo'lib o'tadi. Hozirgi yig'inda Superligamizdagi futbolchilar hamda Erondagi legionerlarimiz qatnashmoqda. Keyinchalik boshqa legioner futbolchilarimiz jamoalarning o'yini tugashiga qarab terma jamoa mashg'ulotlariga qo'shilishadi. Abduqodir Husanov esa Kanadaga uchib boradi. 700-800 megabayt o'tib ketadi. 15-20 sekund. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda terma jamoaga chaqirilganimdan xursandman. Bu har bitta futbolchi uchun g'urur va sharaf. Bugundan mashg'ulotlarni boshladik. Bugundan tayyorgarlik boshladik. Jasur shu terma Fabio Cannavaro shu biroz oldinroq yig'ib qilgani uchun biroz shu kengaytirilgan ro'yxatni e'lon qildi. Umumiy olgan terma jamoaga chaqiruv qanchalik kutgandingiz? Yo oldinroq xabar topdingizmi shu 40 talikning ichida bo'lishingizda? Endi baribir undan oldin shu yanvardagi yig'indan oldin 6 yil chaqirilmagandingiz terma jamoaga. Qanday qaytish bo'ldi? Aytilmaganda shu kecha e'lon qilinganda bildim. Baribir har bitta futbolchi terma jamoaga shu uchun harakat qiladi, shu narsani kutadi. Lekin to'g'risi unchalik kutmagandim. Shu yanvar oyidagi yig'inda ham kengaytirilgan shu yig'inda ham qatnashgandingiz. Shu orasida Fabio Cannavaro bilan o'zaro suhbat o'tkazganmidingiz? Masalan, endi ko'p aytib o'tadilar, men har bir futbolchi bilan gaplashaman, hammani ko'rib chiqyapman, 55 ta futbolchini kuzatib boraman. O'ylaymanki, har bitta terma jamoaga kelgan futbolchi bilan qanaqadir suhbat bo'ladi, murabbiy bilan. O'ylaymanki, o'sha qanaqa suhbat bo'lganini aytish to'g'ri deb bilmayman. Nikolosda gaping tayyorlab turibsanmi, silish qilib? Video gelmiyorsun bana. Dur 5 günde de boşuna.